Shahzoda endi o'ziga qiz tanlab, valsga taklif qiladi. Если что, mana bo'ma. Wow. Chiroyli qiz ekan. Серьезно? Без прикола? Мама? Ko'zlari chiroyli ekan. Sochlaringiz ham uzun. Jonim. Rahmat. Sizni ham tojingiz yarashibdi. Ketdi aylanamiz. Ketdi? Mana yolg'iz qoldik. Chakasizmi? Yo'q, mana elektronda. O, noyob qurilma. Yo'q demasangiz xonamga kiramiz. Nima? Shahzoda bo'lsang, o'zingga ko'p narsa poзволять qilib olmayapsanmi? Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Nima bo'lyapti? Nima bo'lish kerak? Nima bo'lyapti? Voy, yasna deydi-da, ya. 2 soatdan men nima bo'lyapti? Biz bir aybini topamiz. To'xtab tur. Ko'ring aka. Ha, o'ryapti. Bir haftadan beri tikka tura olmayapman. Mana yana ana. Uka bir 10 kun sizlatib olasiz. 10 kun sizlatib turib. 10 kun orqasini qarshisidan ishtim olmaydi. Qo'y, nima bo'lyapti desa. Ayyor. Aka. Ha? Qanday qozonga qarabsiz, bo'yin tuzalib qolishi mumkin. Voy, sabr qilaylik, tuzatadi mana shu. 2 soat bo'ldi uka. Mana uni uyingga borguncha yeb ketasan, hamma yo'g'incha o'tga yop qoladi uka. Akani bitirib yozib qo'yaman. Nimani cho'zasan, bilmasa gapirmaydi-yu. Qanaqa qozonga qarasa bo'yin tuzalib qoladi. Ha, otma, gut. Rejani itib bormaydi. Rostdan, rost. Sen aralashma. Senga qolsa shampunni qaynatib ichirasan manoga. Men seni zo'r joyga beraman, yo'q. Va itbalan yedirsekmikin yo? Qayerga keldi Alesh? Makon Mirzod zavodga keldi. Tushundingmi? Qo'ling, bo'yning, oyog'ing, xullas qayting sinib qoladigan bo'lsa, gipsoni bejod tavsiya bo'ladi. Men 4 ta mahsulot ushlab olganman. 100 lab mahsulotlari bor. Uyga bora olasan. O'ryapti. Hozir og'risa mont taqqandan keyin og'rimay qoladi. Mana bu gipstoniga, qo'lingga, mana gipstoniga, tizingga, mana gipstoniga, oyog'ingga bemalol qashlasan ham bo'ladi. Mana korrektor. Mo belingga uka, bitta taqasan, mo'tadil bo'lib yura olasan. Ja bo'lmasa aptekalar bor, topsang bo'ladi. Aptekadan topa olmasang, onlayn platformalardan sekin olib sayvara olasan. Menga qara, qo'ldagi ko'zim tushib qoldimi? Yaqinda o'g'li sunnat qilaman-ku. Sunnatdan keyin kiyiladigan tursilar ham bor ekan bu yerda. Yomon ekan. Nima oldi, qani? Yelkani ko'ryapsan, ko'prik o'pib ketganini 70 tonna, 80 tonna bejolot endi o'tin ko'tara oladi. Lekin bari mosh tabibga borib oz yetib turib qo'yish kerak.